Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan Toshkent aero ixtisoslashtirilgan bojxona kompleksi bilan hamkorlikda olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida xorijdan olib kelingan katta miqdordagi giyohvandlik vositalari to'xtatib qolindi. Jumladan Bangkok Dehli Toshkent avia yo'nalishida Toshkent xalqaro aeroportiga uchib kelib, yashil yo'lak orqali harakatlangan 2005-yilda tug'ilgan Qirg'iz Respublikasi fuqarosiga tegishli chemodanlar o'rnatilgan tartibda tekshiruvdan o'tkazildi. Hammasi bir xil rangli ko'rinadi. Natijada ularning ichida bo'lgan shampun idishlarda umumiy og'irligi 11,8 kilogrammni tashkil qiluvchi gashish moyi borligi aniqlandi. Idishdagi xato 11 kilo 860. So'ngra tezkor tadbir davom ettirilib, Yunusobod tumanida joylashgan ko'p qavatli uylardan biridagi xonadonda qoldirilgan ushbu narkotik moddani olib ketish uchun kelgan vaqtida esa Chirchiq shahrida yashovchi 2001-yilda tug'ilgan fuqaro ushlandi. Fuqaro tomonidan 2 dona chemodan xonadondan olib chiqib ketilayotgan vaqtida xodimlar ishtirokida to'xtatib qolindi. Fuqaro ushbu chemodanlarda nima bor? Yashashni mahsulot. Bular sizga tegishlimi? Tergovga qadar tekshiruv davomida aniqlanishicha, Tailand davlatidan olib kelinayotgan mazkur giyohvandlik vositalari mamlakatimiz orqali qo'shni respublikaga yetkazilishi kerak bo'lgan. Hozirda qonunbuzarlarga nisbatan Jinoyat kodeksining 246-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qamoq ehtiyot chorasi qo'llanildi. Tergov harakatlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, kundalik hayotda shu kabi qonun buzilish holatlariga duch kelsangiz, Davlat xavfsizlik xizmatining 1520 qisqa raqamiga qo'ng'iroq qilib xabar bering. Shaxsingizning sir saqlanishi kafolatlanadi.